Xullas menga oltin to'p solib berish kerak edi. Rafinya? Bizni tanishmizmi? Ha, tanishmiz-ku. Kecha sizlarni to'g'ri birga yutdik-ku. Shunaqa kibrlanib ketdingmi? Ha, yo'q. Endi anaqa shunaqa ekanda hayot. Nima qilamiz? Odam pul topgandan keyin shunaqa bo'pti, agar tanish bo'lsang, uyga o'zing olib borib Yo'q beraver, endi. dastavka qilib. Boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Yo'q, boshqa ish yo'q, faqat shu. Boshqa joydan aloqa oltin top. Va endi misol uchun boshqa joydan olib unaqa tema bo'lishi kerak emas-ku. Misol uchun qilib yurgan ishing, misol uchun qilib beraver. Bo'pti, puliga chidasang bo'ldi, muammo yo'q. Bo'pti, unda ertaga uyga olib borib beraver, dastavka qilib. Keta qol bo'lmasa. Ko'rdingmi, Enso? Kechagina Leedsda o'ynardi. Mavsum boshida Barselona transfer ham qilmoqchi edi. Endi yaxshi o'ynab oltin to'pga nomzod bo'lib, kibrlanib ketibdi. Ertaga sen ham Chelsea da yaxshi o'ynasang, kibrlanib ketmagan. Keyin bizani